suv, svet, Wi-Fi, xullas hamma kommunikatsiya kelgan. Bu uyimizni adresiga keladigan bo'lsak, adresimiz ko'p jihozlari qoladi. Dokumentlarda problemasi yo'q, sразу o'tadi, xudo xolasa. Hamma mevalari bor, olma, gilos, shoptolini ikkita yoki 3 ta aka-uka teng bo'lishib ko'chib ketsanglar bo'ladigan holatda. Assalomu alaykum. Yaxshi niyatda Alimov TV kanaliga uy olaman deb podpiska bosgan aka-ukalarimiz, hozir sizlarga juda ham bir chiroyli uyni obzorini qilgani keldim. Bu uyimiz tashqi tarafidan boshlagim keldi. Tashqi tarafi, uyni fasad tarafi uzunligi 36 metr bo'lyapti. Daraxtlarni ko'rib turibmiz. Gilos, olma, har xil shirin mevalardan ekib qo'yibdi. Zaborlarni ko'rib turibmiz. Peska blokdan fundamentlari baland bo'lib qo'yilgan uyimizga kirib kelyapmiz. Uyimizga kirganimizda akalar o'ng qo'l tarafimizda ikki xona uyi bor. Ikki xona uyda yaxshi remontlari bilan yashaydigan uy, akfa eshik romlari bilan va ichida dushovoylarigacha bor. Va bu uyimizni yonboshida ko'rib turibmiz. 15 metrlik, kamida 15 metrlik navesimiz bor. Bu navesimizni ichida hovuzlarigacha turibdi akalar va mana bu tarafiga keladigan bo'lsak, bu tarafimizda 12 ga 12 qo'yilgan fundamentlar qo'yilgan. Kotej holatida uy solamiz deb o'zlari yaxshi niyatlarda quyishgan ekan, to'g'risi bitmay qolibdi, bitib ulgurmabdi. Uyimizni bu fundamentichi akalar dush-push, tualet hamma yo'g'iga moslashtirib qo'yilgan ekan. 12 ga 12 balandligi где-то 160 santimetrdagi fundamenti bor ekan. Bu uyimizda eslatib o'tay, ko'p jihozlari qoladi. Ko'p jihozlarni olib ketmaydi, o'zlari shahardan uyi bor ekan, shaharga ko'chib ketadi. Ko'p jihozlarimiz uka shunday qoladi. Mana bu qozon, o'cha va uyning ichidagi javon, povon shunga o'xshagan narsalarimiz qoladi deyapti. Bunday aytganda, shunday pulini sanaysiz, kelib quruq haligi bitta ko'rpa to'shagingizni olib kelib yashayverasiz akalar. Bu yoq taraflarga keladigan bo'lsak, agar o'tida hamma mevalari bor, olma, gilos, shoptoli, nima meva desangiz bor. Mana ko'kalarimiz orti qaranglarda tovuqlari bilan mazza qilib bir arashan qo'ylarni baqib yashamaysizlarmi? Tandirlarni ko'rib turibmiz, tandirlarigacha o'rnatilgan va bu tarafiga ikki etajli qilib qo'yxonalarni solib qo'ygan ekan. Bu tarafiga molxona soluvdik, to'g'risi dedi haligi qiladigan odam bo'lmabdimi, xullas tomini yopishmabdi, molxonagacha bor. Tomini yopib olsangiz bemalol 5-6 ta novvoslar tashab qo'yib, maza qilib ishdan kelib qarab yurasizda. Bu mahallamizda suv, svet, Wi-Fi, xullas hamma kommunikatsiya kelgan. Suvlarni ko'rib turibmiz, uyning ichigacha grantlari kelgan. Bu uyimizni fasad tarafi, ya'ni bu yog'i eni 36 metrligini aytishimdan sababi, bemalol hozir 3 ta aka-uka yoki bo'lmasa plyus ko'p bo'lsa 2 ta aka-uka olib bemalol 2 ga bo'lib yoki bo'lmasa 3 ga bo'lsa ham bo'ladigan sharoitda. Bunaqasiga uyini ichkari tarafga metrini aytadigan bo'lsam, adashmasam, shu 33, 34, 35 metr atrofida. Bunaqasiga ham normal holatda bemalol 2 ta yoki 3 ta aka-uka teng bo'lishib ko'chib ketsanglar bo'ladigan holatda. Bu uyimizni adresiga keladigan bo'lsak, adresimiz O'sh oblast, Aravon rayoni, oktyabr oylida. Aravonni sentridan hech qancha uzoq bo'lmagan joyda, где-то 1,5-2 kilometr Aravonni sentridan uzoqlikda joylashgan. Oktyabr oyliga kirib kelib to'g'ri Manas maktabiga yetamiz. Manas maktabidan o'tganimizda o'ng qo'lga pavorotimiz bor. Ana shu pavorot bilan to'g'ri tushib kelganimizda bilamiz, asfalt yo'l bilan tushib kelganda ro'paramizda Qizilayoq masjid keladi. Ana shu masjid yonidan o'ng qo'lga qarab kirib kelamizda va ikkita ko'cha yurib turib chap qo'lga kirgan mahallamizda mana shu uyimiz, 3-uyimiz sotuvga chiqyapti akalar. Bu uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, dokumentlarda problemasi yo'q, sразу o'tadi, xudo xolasa. 10 million so'm kami bor, yaxshigina kami bor. Egalarining nomerlarini opisaniyada qoldiryapman. Egalariga telefon qilib, kam ko'zlarini gaplashib ovolamizda. Like bilan podpisatsiya esinglardan chiqmasin. Yaxshi odamlarga nasib qilsin deb kommentariyada yozib ketamiz. Rahmat.